Assalomu alaykum qadrli obunachilar, chorvador aka-ukalar, do'sti birodarlar. Xudo xolasa Namangan viloyati Chust tumani Chust chorva bozoridamiz akalar. Bugungi sanalarimiz 8-fevral haftaning yakshanba kuni, avvalo hammani kuni dam olish kuni xayrli bo'lsin akalar. Tog'da yon bag'rida sizlar uchun o'ta go'zal qilib ona bola sigirlarimiz va bo'g'oz sigirlarimiz narxlarini qo'ldan kelganicha yoritib beramiz. Podeshkada bo'lib bitta like tugmasini bosib obuna bo'ling yoki podpisatsiya tugmasi bo'lib uni ham bosib qo'ysangiz biz qo'ygan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar akalar. Kelaverasizlar, bozorda zo'ridan xudo xolasa sizlar uchun ko'rsatib boraveramiz. Bugungi narxlar qimmat marzami kommentariyaga bemalol yozib ketishingiz mumkin. Hammani fikri biz uchun qiziq. Yana qanday mollar ko'rsataylik, uni ham kommentariyaga yozib ketaverasizlar akalar. Bo'lmasam biz sizlar uchun xizmatdamiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Qani Masha akamni ham boshlab ketaveramiz akalar. Ko'raverasizlar. Qaysi savdo bo'lyapti? Bo'y akam, nech pul beryapsiz? 22 million 500 ming. Bolasini ovasmi? Bola xonajin ekan akalar, 22 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti mana shu molimizni. Yaqinda tuqqanaga orqasidan narsalar ham oqib qoldi. Bo'yi 1.15. Yo'q, yaqinda tuqqan shekilli-ku. Ha, 5 kunlik. Nechinchi bola? 2. Ikkinchi bola. Kuragi? 6 ta 6 litr suti bor ekan. Gap yo'q. Bolalarga pul olib bo'lmasa aka? Bo'y aka, qaysilarni ko'rsatdi shaylar? Nasha ko'rsat. Mo'ninga nima qilaylar? Nomer qo'yamizmi aka? Savdo bo'lyaptimi? Ayting. 50lik. 202 1191 22 million qancha savdo qilyapsiz? 500 ming. 22 million 500 ming so'm. Qo'shganga ketaveradi, Xudo akalar, ko'raverasizlar. Tayyor ona bola sigirimiz. Baqakenga qayerga ketyapsiz? Qancha bu? Zo'hali yana. Hali bu zo'v. Tishi chiqmaganmi? Yo'q. Bolasinimi? Avval. Bolasini o'voz ekan akalar, ko'raverasizlar. Xudo xolasa quvnoqligida chiroyli qilib hazil-hazillar bilan olib borib beraveramiz. Sut ko'p ekanmi oldi? Nechta? 10 litr sutga beradi. Javobmi? Yo'q. 10 litr sutlari bor ekan akalar. Bo'ylari 1.15. Bolasini o'vasidiga? Novvas. Qancha bermayapsiz aka buni? 27 beryapti. 27 million savdosi bo'lyapti yilgani yo'q. Mana shu molimizga. Yurganga sotilar. Gap yo'q, ustiga yurganga ketaveradi, Xudo xolasa. Yana qaysi? Bo'ldi. Bo'ldimi? Bu ham siznikimi? Ha. Ona Estona? Nech pul u? Dehqondan. Ha. Puli qanaqa? Bor ko'rgan. Ma'lumotini kim aytadi? Bo'pti, siz nomerda aytib qo'ying. 97lik. 97lik 673 673 56 55. 56 55. Mana shu molga keyin mana Estonga ham telefon qilaverasizlar. Ketdik. Masha akani ikkinchi moliga. G'anjon akasizmi? Bu aka bolasini ovvoz. Eston ekan mana, ko'raverasizlar akalar. Holatlar bir qator yoritib beraveramiz. Mana novvos ekan. Bu aka nechinchi bola kuragini eshitdi? 1.5 oylik qochgan. Endi u qochgani endi bo'g'ozmi ekan, qisirmi ekan? Gumon. Savdo xolasa. Xohlasa bo'g'oz, bola novvos. Bolalar Kuragini eshitdi? 6 kurak, suti 6 litrga garantiya. 6 kurak 6 litr sutlarigacha bor akalar. Ko'raverasiz, Xudo garantiya deyishyapti. Sog'lom mol ekan-da, mana tovushlarni qaytarib o'chkasi og'zida turibdi akalar. Orqalaridan ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Ko'raverasizlar. Yaxshi, bo'yi 1.15. Pulini yorib qo'yingchi. Uni 25 bo'lsa bor ekan. 25 million bo'lsa ketaveradi. Mana akalar, juda qidirganlar ko'p shunaqasini. Bolasi novvos bo'lsin, enasi bo'g'oz bo'lsin deganlar uchun mana sizlar uchun 25 million so'm bo'lsa beraveraman, 6 litr suti ham bor deyapti akalar. Tavsiya qilamiz. Nomerda paxtor aytib qo'ying yana endi. 97lik 673 56 55 telefon qilaverasizlar akalar, 3 talik variantidan. Gazini bosaverasizlar, shu mol tavsiya qilaman. Ketdik. Bu aka sizga qancha beryapti? 23. Xunojin bolasi? Xunojin. Kuragi nechinchi bola? 3-chi bola ekan. Ko'rasizlar akalar, holatlarni bo'yi xo'p. 120 bor. Mana molimiz holatlari. Hamma yo'g'i yaxshi ekan. Suti nechta buni? Suti 5 mingga tagida suti. 6 litr sutlari bor. Yaxshi. Nomer qo'yib qo'yasizmi aka? Nomer qo'yasizmi, telefon nomeri? Qanchaga chiqdi bu qaysi qo'lga? 23.5. Savdolar bo'layotgan belgilani yo'q ekan. Ketdik, davom etamiz. Mana shu molni ham olib qo'yaychi, ko'ringlar akalar. Endi sifati yaxshiroq ekan. Bo'yi 1.30 bor. Bola yangi ekan-a.
Qancha beryapti aka bunga bozor? Ketdik. Hop, davom etamiz. Qani, bu molni nega go'sht olishmasdi, o'shaning uchun bunisidan davom etaveramiz. Bu aka qancha puli buni? 25 deyapmiz. 25 deyapti, kam bor. Bo'yi 1.15 akalar. Bolasi nima? Bolasi Novas. Nechinchi bola aka? 3-chi bola. 8 kilogram molimiz. Ko'rasiz holatlar. Yillar hamma yo'g'i yaxshi ekan, bo'laveradi. Qancha savdo bo'lyapti aka bu? 20 million qancha qilyapti? 20 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti, kelgani yo'q mana shu molimizga akalar. Ko'rasiz holatlarni. Yaxshi, bo'laveradi. Bu aka nomer qo'yib qo'yamizmi ishqibozlarga? Telefon shatmaysizmi? Bo'ldi. Ketdik. Tez va sifatli yoritib beraveramiz akalar. Bu cho'zishni kerak yo'q. Mana shu 20 minutda ichida ham ona bolasigalar, ham bo'g'ozlarni o'ta chiroyli qilib ko'rsatib berishimiz kerak akalar. Shuning uchun qo'ldan kelgancha xizmatini qilib yoritib beraveramiz. Jiyan bolalar, qanchadan bular? 24 qilishni bermaydi. Bunisi 24 ga qilishni berilgani yo'q. 24 million savdosi bor. Bolasi xunojan. Yo'q, buqa. Buqami? Nechinchi bola kuragini ishda? 3-chi bola. 3-chi bola. Sutchi. 10 litr, 8 litr. 8 litr, 10 litr sutlari bor akalar. Ko'rasizlar. Bu ham sizlardanmi? Xo'p, bunisi nechta? Allohdami? Bo'ldi. Bunga 24 hamga berilgani yo'q. Qo'shganga ketaveradi olasa. Nomer qo'yamizmi? Yo'q. Bo'ldi, telefon raqami yo'q. Endi mana jiyanning ma'lumotini olamiz. Qanchalik bu? Jiyan? 20 qildi. Ha, bolasi xunojan. Bolasi xonajon bunisini 21 qildi, bunisini 20 qildi. Bunisini 20 qildi, buni 21 qilishyapti. Nechinchi tug'ishdan bular? Birinchisi. Ikkovniki ham birinchi tug'ish ekan. Ikkalarining ham bolasi xunojan akalar. Ko'raverasizlar. Bo'ylar 1.15 dan. Endi mana shu jaydarigina mol. Kichikroq. Bo'g'oz? Ha, kelasi ham ikkinchisiga. Bo'g'ozini qaydan bilasan? Bilaman-da aka. Necha oylik? 3 oylik. Bola o'zi choylamasmi? Gap yo'q. Bo'g'oz ekan akalar, 3 oylik deyishyapti. Ko'rib ko'rasizlar. Bu mol ama 1.18 bor bo'ylar. Bunisi balandroq. Yaxshi. Tayyor bo'g'oz ekan bu mollar ham. O'ziga qilgizganmisizlar buni? Bo'g'ozligini yo taxminmi u? Yo'q. Bunisi bo'lgan. Garantiyali bo'g'oz qolasi. Bo'ldi, bunisi naqd 3 oylik bo'g'oz ekan akalar. Suti bormi? Yo'q. Ama suti yo'q. Gap yo'q. Ikkalasi ham yaxshi jaydar mollar ekan. Yaxshi. Siznikimi aka? Nomer qo'yib qo'yasizmi? Bu bilan chambut. 93lik 217 217 79 43. Mana bunday bo'g'ozi kerak bo'lsa, ona bolasigimiz 3 talik variantlardan telefon qilaverasizlar akalar. Ketdik bo'lmasa. Davom etamiz. Bek bloger. Bloger. Qani mana akani molni olaylikchi. Bu aka qanchaga bermayapsiz buni? 17? Ikkovmi? Kim bilan siz molingiz pasnaqlab ketdi? Novvosa bolasi. Bola xonajin. Xo'p, bo'g'ozmayapsizmi enasi? Qo'yib qo'yilgan gumon. Nechinchi bola kuragini ishda? Ikkinchi bolasi. Ko'rasizlar aka holatlarni. Suti bormi buni? 3 litr sutlari bor xudo xolasa. Molimiz bo'yi 1.15, bolasi taxminan 1.95 chiqib qoladi bo'yi. Ammo pachka xunojin ekan. Ko'rasizlar akalar, bolasining holatlari yaxshi hamma yo'g'i. Mana akalar ko'rinishlar. Bo'laveradi. Bo'yaga qanchalik pulni? Qaysi u? 17 berishyapti, berilgani yo'q. Bu endi 20 ni pastda bitadimi, 20 ni ustidami endi bu? Bilmaysiz. Bo'ldi. Dadangiz kim? Bo'ldi gap yo'q. Akalar 17 million savdosi bo'lyapti ekan, dehqonchilik ekan. Ketdik, davom etamiz. Mana bu ekamni eston molni ham olib qo'yaylikchi. Aka qancha beramiz pulni buni? 25 savdo bo'lyapti. Ya, 25 million savdo bo'lyapti. Novvosa bolasi. Bolasi novvos. Birinchi tug'ish. Suti 4 litrga 4 litr suti bor ekan akalar. Molimiz xo'p, bo'g'oz emas. Endi bo'g'oz bo'lganda o'zim olaman deb xaridor bo'ldim bunga. Ko'rasiz holatlar molimizni. Yaxshi, hamma yo'g'i bola novvos. Onasini bo'yi 1.20, bolasi 1 metr chiqaveradi. Ana holatlari.
Bo'laveradi. Hamma yo'g'i yaxshi ekan. Aka nomer qo'yib qo'yasizmi bunga? Aytavering. 94lik. 94lik 400 527. 000 527. Gap yo'q. Nomeringiz ham zo'r ekan. Qancha bo'lsa ketadi? Bek vlogi. Bo'y aka 25 qilyapti dedingizmi? 26 ga biz sotamiz. 26 bo'lsa ketaveradi, xudo xolasa. Bo'ldi. 26 million bo'lsa akalar ketaveradi. Tayyor ona bolasiniz. Bolasi ham buqacha ekan. Gap yo'q. Davom etamiz bo'lmasa. Ketdik. Hop, mana uni olaylarmi? Chiroyli mol ekan-ku, qimmatcha farqi bor ekan. Ko'ringlar akada, suti ham bor. Bo'y aka qancha qilyapti buni bozor? 20 million kam bor. 20 million kam bor. Ha. O'tish bosganmi bu? Yo'q, tishi 8 ta bo'ldi endi. 8 ta. Bola nechinchi? Bolasi 3-bolasi. 3-bola. Sutichi? Suti 6 litr, 20 bolasi. 6 litr suti bor ekan. Hozir endi bolasi ham qo'yibdi akalar. Holatlarni ko'raverasizlar. Xo'p, yaxshi. Qani orqalardan bolasini ham olib qo'yaylikchi. Xonajinchani. Mana akalar ko'rishlari. Bo'laveradi. 20 million kam bor deyapti. Qancha savdo bo'lyapti aka bu? 19 million 200 qo'shaymi deyapti. Ha, bax 19 million 200 ming so'm savdo qilishyapti, berilgani yo'q. Ana, sotildimi? Gap yo'q. Qizg'in joydan 19 million 200 ming so'mga mana sotishyapti. Gap yo'q. Mana shu molimiz baraka bor. Bozorda eng arzon moli ham bo'ldi-da. Gap yo'q. Targ'ilingiz nech pul sizni? Hozir 25 deyapti. Bu 25 million kam bor. Bo'yi 1.20 akalar. Holatlarni ko'rib qo'yasizlar. Tez va sifatli ko'rsatib boraveramiz akalar. Qani? Novvasmi bolasi? Bolasi xonajin. Bola xonajin. Kuragi nechdan nechinchi bola? 4 ta kuragi. Kuragi 4 ta. Kuragi 4 ta, mahsuloti 6 ta. Mahsuloti 6 ta. Birinchi tug'ish ekan akalar. Oh yelin ekan, mol ham zo'r ekan. Sog'lari zo'r. 25 ga bermayapmandingiz buni? 25 kam bu. 25 kam bor. Ha. Xo'p, qancha bo'lsa beraverasiz aka buni? 21 yarim qilyapti, 22 bo'lsa beraveradi. Gap yo'q. 22 millionga mana sizlar uchun tayyor molimiz. Yana bir arzonrog'idan. Bugun bozor arzon bo'lyapti akalar. Gazini bosaverasizlar, telefon raqamlarini olib qo'yapmiz. Mabodo qiziqqan odam bo'lsa, uyiga kelib ham ko'rib, xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Endi bola ko'rib olganga yetmaydi, bag'dan kelsa. Gap yo'q. Nomerni aytib qo'yasizmi? 97lik. 97lik. 033 033 0316. 0316. Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor akalar, telefon qilaverasizlar. Ketdik bo'lmasa. Endi Bo'g'ozlarga qarab yo'l olaveramiz akalar. Hammasini ko'rsatdik. 12 minut, 13 minut sizlar uchun mana ko'rsatib berdik. Mana shu bolasi kattani ham olib qo'yaylikchi. Keyin narxlarni ko'taraylikchi akalar. Aka qancha qilyapti buni bozor? 32 million savdosi bo'lyapti. Enasi bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Necha oylik? Zimsiz? 3 oylik bo'g'oz. Holatlarni ko'raverasizlar akalar. Xo'p, bolasi novvoz. Bo'yi 1.5 chiqaveradi, onasini bo'yi 1.30 chiqaveradi akalar. Holatlarni ko'rib ko'rasizlar. Eston deydimi bu molda? Nima deydi? Kommentariyga yozib ketinglar akalar. Mana holatlari. Yaxshi. Suti bormi? Nechta? 3 litr. Shu gavdaga 3 litr sutlar bor, xudo xolasa. Gap yo'q. 32 qilyapti deyapsiz. Qancha bo'lsa ketaveradi bu mol? Qo'shganga beradi. Qo'shganga xudo xolasa ketaveradi. Nomer aytib qo'yasizmi? Endi bozor ketib qolsa. Bo'ldi. Telefon raqamlari yo'q. Yaxshi, ketdik bo'lmasam akalar. Qani endi Bo'g'ozlardan boshlaveramiz. Videoni uzmagan holatda mana bu yerda mana savdolari ham bo'lib turibdi akalar. Qani? Qancha berdingiz? 15 million. Necha oylik edi? 6 oylik. 15 million savdosi bo'lyapti mana shu molimiz akalar. Bo'yi 1.15. Yaxshi. Ketdik. Qani? Mana moldan ko'rsatib ketaveramiz. Bo'y aka qancha qilyapti buni? Qancha qilyapti savdosi? 23,5. Necha oylik edi bu? 3,5 oylik. 23,5 million savdosi bo'lyapti. Suti nechta? 6. 10 litr suti bor ekan. Gap yo'q. Hamma choylik bo'g'oz. Hamma 10 litr suti bor deyishyapti. Bo'yi 1.20 akalar. Holatdan ko'rib ko'rasizlar. Bu yakkasiga. Ena bolasiga narxida ekan lekin. Bo'laveradi. 23,5 qilyapti deyapsizmi? Ozgina qo'shimga olib olsa bitib ketadi. Nomer qo'yib qo'yasizmi aka? 95lik. 091. Akalar 0982 telefon qilib bemalol sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Qani? Bo'y aka sizniki nech pul?
Ikkalasi bitta. Ana shu nomerlar akalar. Xo'p, necha oylik edi? 7 oylik bo'g'oz. Kuragi 8 ta. 4-sigami, 3-sigami? 3-siga bo'g'oz ko'raverasiz holatlarni. Yaxshi. Holatlari ham joy-joyda. Bo'yi necha deymiz? 1.20 bor akalar bo'ylari. Yaxshi. Buni qanchaga berasiz aka? Shu bilan aka bilan gaplashib. Qanchaga berasiz buni? Qanchaga berasiz? Mashinada. Ha. Bo'ldi. 25 kam bor. Telefon qilsa savdolasa kelishilgan holatlarda. Gap yo'q. Telefon raqamlarini qo'ydik, telefon qilib bemalol sotib olaverasizlar akalar. Mana shu ikkala molimizga. Qani davom etamiz. Endi kichkina krem bo'g'ozlardan ko'rsatib boraveramiz. Ko'rasizlar akalar. Mana uni olani ko'ringlarchi, pachkani. Aka bu necha oylik? To'raylar bo'g'oz. Xo'p, qanchaga bermayapsiz buni? 15,5 ga aka. 15,5 million savdosi bo'lyapti. Birinchi tug'ish kuragi ham yo'qdir. Yo'q, Kuragi ham yo'q, gap yo'q. 15,5 million savdosi bo'lyapti, bergani yo'q mana shu hajmimizga. Ammo lekin pachka ekan, hamma yo'q uni hajmida. Yaxshi, bo'laveradi. Bo'yi 1.10 dan baland, 1.15 atroflarida chiqaveradi. Nomer qo'yamizmi aka bunga? Mayli, jupiga qo'yamiz aka. Jup qaysi? Oho. Bu necha oylik edi? Bunisi 6 oylik. Bu 6 oylik bo'g'oz. Qani o'to'laychi? Xo'p, 6 oylik bo'g'oz ekan. Holatlarni ko'rasizlar akalar. Mana hajm bu ham. Birinchi tug'ish. Mana ko'rinishlari. Yaxshi. Bunisi nech pul? Bunisini 16 qildi aka. Buni 16 qildi. Jupi o'shanda qancha bo'ladi? 31 million bo'lyapti. 31 million 500 ga qo'shganga savdo olsa ketaveradi. Jupiga gap yo'q. Nomerda aytib qo'yaman endi. 94lik 609 609 89 89 98. 98 telefon qilaverasizlar akalar. Ish bozor bo'lsa, mana shu ikkala bo'g'oz xonajimizga. Yaxshi. Qani men Greenfordlar ketib qoldimi? Hozir Greenford ko'rdik. Videoga olganimcha ketib qoldi. Davom etamiz. Mana ko'ringlarchi, shved rangda. Mana bergan. Necha oylik ekan bu? Aka nech pul bu? 25 million. Kami bormi yo so'rashyapti? Kami bor. Qanaqa narx bo'lyapti bu? 21 million savdosi bo'lyapti. Necha oylik ekan bu? 8 oylik bo'g'oz ekan. 8 kurak. Nechinchi tug'ish? 3-siga 8 kurak. Bo'ylar 1.20 akalar, holatlarni ko'rib ko'rasiz. Qani uzoqroqdan ham olib beramiz. Mana holatlar. Xo'p, yaxshi, bo'laveradi. 21 qilyapti dengizmi? Xudo xolasa qo'shganga ketaveradi. Nomer qo'yib qo'yasizmi aka ish bozoriga? Telefon raqamlari yo'q. Davom etamiz. Sizniki nech pul aka? 13 million so'rayapmiz. 13 million so'rayapsiz, kami bor. Necha oylik bo'g'oz bu? 4 oylik bo'g'oz. Ikkinchi qorinda. Ikkinchisiga. Bu tish bosganmi bu? Bitta ikkinchi turishiga bo'g'oz, bitta tuqqan. Ikkinchi turishiga bo'g'oz. Ana sizlarga bozorda eng arzon bo'g'ozlardan. Ammo rama ekan bu yog'i. Boqsangiz xudo xolasa to'g'rilab olasiz. Zo'r bo'lib ketadi bu yog'i. Chiroyli qilib boqsangiz bo'ldi akalar. Ana holatlari, yenilari. Suti bormi? Sutlari ham yo'q. Mana shu xudo xolasa bo'yi 1.15. Qancha bo'lsa berasiz aka buni? O'zi bitta mol ekan. 200 ming so'rashyapti. 11 million 200 ming so'm so'rashyapti. Ozgina qolganmi bu yog'i? Ha, qo'shilsa beradi. Bo'ldi. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Aytavering. 94lik 216 2007. Mana sizlar uchun bozorda eng arzon bo'g'oz moli. Telefon qilib sotib olishingiz mumkin bemalol akalar. Qani ketdik. Ha, yuvosh ekan ha bu. Gap yo'q. Yuvosh mol ekan. Bu aka qancha beryapti bunga? 18,5 berishyapti belgani. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. Birinchisigami? Birinchisiga 8 oylik bo'g'oz bo'ylar 1.15 akalar. Ko'rasiz holatlarni. Xo'p, ko'rinishlari ham yo'q, yaxshi ekan, ana. Olib boradi ekan-da, va sifat ekan. Ko'chatcha. Qanaqa ko'rsatib qo'yilibchi. Yaxshi. Aka nomer qo'yamizmi bunga? Telefon raqam. Telefon yo'q. Telefon yo'q. Bo'ldi. 18,5 savdosi bo'layotgan, telefon raqamlari yo'q ekan. Bosham aylanib qoldi. Qaysi birini ko'rsataylik? Bo'g'ozlar ko'pligini qarang. Mashakani bo'g'ozini olamiz. Bo'y aka, qanchadan bular?
Bular 20 ga 25 kami bor. Bunisi 20, bunisi 25. Necha oylikdan? 7 oydan o'tgan kelasi. Ikki oy ham 7 oydan o'tgan ekan. Xo'p, bo'yiga keladigan bo'lsak, bunisi 1.15, bunisi 1.20. Birinchi tug'ishmi? Kuragi ham yo'q. Serios? Gap yo'q. Kuraklari ham yo'q ekan. Akalar birinchi tug'ish. Ikki oy ham. Ammo haqiqiy ko'chatchi ekan ikkalasi ham. Birinchi tug'ishga sifatda tengi yo'qlari. Yuvoshligi ham yo'q o'zi. Qancha savdo bo'lyapti aka bular? Savdosi buniki 18 bo'lyapti. Bunisi 18 million savdosi bo'lyapti. Bunisi 22,5 bo'lyapti. 22,5 bunisiniki savdolari bo'lyapti akalar. Xudo olsa bag'i ozi qolibdi, olsangiz bemalol tayyor ona bola sigir bo'ladi. Chichapcha qo'ysa xudo olsa bitaveradi. Bo'ldi. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Aytavering. 94lik. 94lik 351 351 45 75. 45 75. Uy qayda? Uy Karnonda Chus Karnon qishlog'ida, Mo'dan akam qishlog'ida ekan. Gap yo'q. Akalar telefon qilib sotib olishingiz mumkin. Bo'g'ozlar ko'pmi? Eng arzonlari necha pul bo'ladi? Eng arzonlari shular. Shunaqlarda. Shved model. Kimga mana bunday mollar kerak bo'lsa, ana shu qo'yilgan telefon raqamlaridan sotib olishingiz mumkin. Mana shunday sifat mollarda ishqibozlar bo'lsa, bemalol telefon qilib sotib olaverasizlar. Qani, shvedchamiz. Ko'ringlarchi. Bo'yaka necha pul bu? 17 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti. Qirg'izistonnikimi bu? Qirg'iziston. Mana pechatigacha bor ekan. Gap yo'q. Ko'rasiz holatdan. Necha oylik edi? 7-oyga o'tyapti shu. Birinchi tug'ishmi? Hali kuragi ham yo'q, birinchi tug'ish. Gap yo'q. Mana shved deb mana shuni aytadi. Qirg'izistonniki ekan mana akalar, ko'rasizlar. Bu pechatni boshqa yerda bosolmaydi, faqat shu Qirg'iziston bosadi. Gap yo'q. 17,5 qilyapti dedingizmi? 17 million 700. Ag'jicha qolganmi hozir? Ozgina qoldi. Bo'ldi. Nomer aytib qo'yamizmi aka? 93lik. 93lik. 640 640 88 79. 88 79. Telefon qilib sotib olaverasizlar. Jiyan bolani so'z dilsorlari bormi? Assalomu alaykum. Obunachilar deb qo'ying. Obunachilar. Yasha. Qanday qilib bosadi? Gap yo'q. Like bosib qo'yasizlar akalar shu jiyan bolaga. Qaydan bu jiyan bola? Karnondan, ha? Karnon qishlog'idan. Shamog'idan akam qishloqlaridan akalar. Ana desa Gap chiqadi. yo'q. Bek bloger aka. Bek bloger. Qani bu tog'ani molini qancha qilyapti ekan? Tog'a necha pul qilyapti buni? Ya sotib berdingizmi? Hali sotilgani yo'q. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. Nechinchisiga? Kuragi ham yo'qmi? Yek kurakmi? Yek kurak, bo'yi 1.20 akalar. Mana sizlar uchun sifat. Gap yo'q. 8 oylik bo'g'oz ekan. Mana orqalari, holatlari hamma yo'q, yaxshi. Bo'laveradi. Tog'a qancha bermayapsiz? 24 savdosi bo'lyapti, berilgani yo'q. Mana sizlarga ena bolani narxida yakka bo'g'oz, lekin birinchi tug'ish ekan, sifat ekan. Gap yo'q. Ketdik. Davom etamiz. Hop. Bo'yaka sizniki necha pul? 18 million kami bor. Necha oylik bu? 6 oylik bo'g'oz ekan, 18 million kam bor ekan. Tuqqanmi, tug'maganmi bu? Bitta tuqqan. Kuraklari 6 kurak. 6 kurak ekan. Yaxshi. Bo'yi 1.15 akalar ko'raverasiz salotlarni. Yaxshi. 18 million kam bor deyapsiz. Bozor qancha qilyapti aka? 16 million savdosi bo'lyapti, belgani yo'q. Yaxshi. Qo'shganga xudo olsa bitib ketaveradi. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Bo'ldi. Telefon raqamlari yo'q. Akalar kelaverasizlar bozorga. Endi bu yog'ini hammasini olib ko'rsatsak, video cho'zilib ketib qoladi. Shu bilan videolarga yakun yasaymiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like bosib, kommentni gumbulatib qo'yaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar bo'lmasa.